Men Kinomanman va bu Beboshlar filmi. Yaqin kelajakda Yer sayyorasida bir tomchi ham suv qolmagach, insonlar suv uchun bir-birlarini o'ldirib, uning o'rniga benzin ichishga majbur bo'lishdi. Filmni tomosha qilishni istasangiz Kinomania Fox Telegram kanalimizga tashrif buyuring. Biz esa boshladik. Suvning tejab ishlatilmasligi va uning ustidan nazorat yo'qligi sabab sayyora global qurg'oqchilikka yuz tutdi. Odamlar suv izlab shaharlarni tashlab ketishdi, ammo Ernest boshliq fermerlar oilasi o'z uyini tashlab ketmadi. Ernest qachon bo'lsa ham suv chiqarib bu yerlarni yana jonlantira olishiga ishonardi. Kunlardan birida ikkita o'g'ri Ernestning omboriga o'g'irlikka tushadi. Ernest ularni qo'lga tushiradi va nishonga oladi. Oqibatda o'g'rilardan biri uni otmoqchi bo'ladi, biroq Ernest chaqqon chiqadi. Yana bir o'g'ri esa uni otmasligini o'tinib so'raydi va ularga shu yerda suv bor deb aytganliklarini ta'kidlaydi. To'satdan ishton qo'llab olgan o'g'ri shimini ko'tarmoqchi bo'ladi, biroq qatdandir uchinchi qo'li paydo bo'lib uni otmoqchi bo'lganida Ernest yana chaqqonlik qiladi. Bundan so'ng binoni ochib nasosni ishga tushiradi. Afsuski bir tomchi ham suv chiqmagach, yo'lni davom etishlariga to'g'ri keladi. Ota-bola suvni monopoliya qilib olgan guruh oldiga kelishadi. Ular davlat tomonidan suvni taqsimlab berishlari uchun tayinlanishgan edi. Ernest ularga oziq-ovqat berardi, ular esa suv bilan haq to'lashardi. Ernest ularni fermasini suv bilan ta'minlashlariga ko'ndirishga urinadi, biroq ular ancha ko'p haq so'rashardi. Uyga qaytishayotganda eshaklari yiqilib tushib, og'ir jarohatlanadi. Boshqa yo'li qolmagan Ernest eshakni azoblardan xalos qiladi. Fermaga qaytishgach, Mary ismli do'ndiqcha qizchasi ularni guruch bilan mehmon qiladi. Qiz qanchalik chiroyli bo'lsa ham, qo'li unchalik emas shekilli. Bundan so'ng idishlarni tuproq bilan tozalab yuvib qo'yadi. Radio eshitib, chilqib o'tirgan Ernest qandaydir shovqinni eshitib tashqariga chiqadi va qizchasi oynadan chiqib yigitchasi bilan qochib ketganligini ko'radi. Ertasi kuni ota-bolalar auksionga borishadi va Sim laqabli temir eshak sotib olishadi. Auksion sabab Ernest burnigacha qarzga botib ketdi. Bundan so'ng avariyaga uchrab yura olmay qolgan Ketrinni ko'rish uchun shifoxonaga kelishadi. Shifoxonada uning yurishiga yordam beradigan uskuna bor edi. Ketrinni uyiga olib ketishlari uchun esa shunday qimmat uskunani sotib olishlariga to'g'ri kelardi. Ketrin bilan o'tgan shirin damdan so'ng ota-bolalar ortga qaytishadi va yo'l bo'yi Robi va Sisularni ko'rib qolishadi. Ernest odamlarning rahmini keltirish uchun chaqaloqlardan foydalanayotgan bu yosh oilani uchiga chiqqan marazlar deb atardi. Bundan so'ng zapravkaga kirishadi va chanqab ketgan Ernest biroz benzindan ho'playdi. O'sha kuni fermaga Flem ismli yigit keladi. U do'ndiqchaning sirli sevgilisi edi. Qaynotasidan qarz so'ragan yigit ularni tezda qaytarishga so'z beradi. Biroq Ernest garovga narsa qo'ymaguncha rozi bo'lmasligini aytadi. Qaynotasidan xafa bo'lgan yigit ustidan kulish uchun o'lsa ham bu yerlarni qayta ko'kartira olmasligini aytadi. Ota-bolalar Sim sabab suvchilar bilan ancha yaqin bo'lib qolishdi. Shu sabab Ernest ularni ferma uchun suv yetkazib berishga ko'ndira boshlaydi. Uyga qaytish